Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlarining aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Tramp hukumati va O'rta Osiyo davlatlari haqida bo'ladi. Bugungi suhbatga Avstraliyadan Nurgul Saod xonim taklif qildi. Assalomu alaykum Nurgul Saod xonim. Qimmatli vaqtingizni ayirib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga naq maydon qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Rahmat. Ekraningizni taklif qilganingizga. Aslida bu programma tunigun planlagandik. Tunigun ba'zi ishlar sababidan qilolmay qoldik. Bugun kechiktirildi. Bugun aytib boramiz suhbatni. 2025 yil ise 11 ayning 6 kuni O'rta Osiyo davlatlaridan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston qatorliq 5 davlat rahbarlarini Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyga chaqirtib, Oqsaroydan C5 qo'shilgan bir yig'iniga qatnashtirdi. Ular suhbat jarayonida Amerika prezidenti Donald Trumpni qattiq maqtab ketdi. O'rta Osiyo davlatlari Sharq Turkiston bilan ham chegirdosh, ham biz Uyg'urlar bilan o'xshash turk millatlari bo'lib, bu qatimliq bu kurishish Amerika prezidenti Donald Trump 10 kuni Koreyaning Pusan shahrida o'tkazilgan Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Xitoy raisi Shi Jinping bilan ko'rishib, bir haftadan keyingi vaqtga to'g'ri kelgachga dunyoning diqqatini tortmoqda. Bu ko'rishishdan keyin Uyg'ur diasporasida Donald Trumpning ko'rishishi Uyg'ur davosi uchun bir foydali degan qarashlar ilgari surilmoqda. Biz bu munosabat bilan bugun mushu tema asosida yana Trump hukumatidan O'rta Osiyo davlatlari haqidagi suhbatda bir qancha savollar asosida Nurgul xonlar suhbat deb boramiz. Az bevosita biz shu nima kiraylik suhbat qismi, savollar qismiga. Birinchi savol. Bu qatimliq suhbat qachon, nima sababdan elib berildi? Amerika O'rta Osiyo suhbatlari tarixda pat-pat o'tkazilib turadi. Bu qatimqi bu suhbat ilgirki suhbatlardan qanday farqli? Xo'sh, ekran sizda. Rahmat. Abdurimjon, bu qitimqi suhbat o'zingiz bayon degandek 2025 yili 11 ayning 6 kuni, shu haftaningki payshanba juma kuniga to'g'ri keldi-chu. Men shu o'zingiz diqqat qilsangiz, chunki payshanba juma kunida to'g'ri gap qilishmi? Bizning o'zimizningki turkiy millat uchun payshanba juma intayin muhim kun. Shu bizningki mush kun tartibimiz ham narsa. Mush qitimqi o'rinlashtirishdimi? Masalan, mayli nima bo'lsin, Rubio bo'lsin, yoki bo'lmasa Donald Trumpningki Oqsaroyning ishchi xodimlari bo'lsin. Mushundaq bir muhim yig'inni nima uchun payshanba jumaga o'rinlashtirganligining o'zimi bizningki turkiy millatlarningki madaniyatini qanchalik o'rganayotganligini, tushunayotganligini ashadin ko'rib oldi-chu. Bu qitimqi mushu nimada mush qitimliq uchrashish bu 10-chi qitimliq uchrashishi bularninki. Ama shu Amerika hukumatiningki O'rta Osiyoga qaratgan va munosabatni kuchlantirish, siyosiy o'tirib qo'ygandan tortib hozirgacha bu 10-chi qitimliq ko'rishi. Bu 9-chi qitimliq ko'rishi 2023 yili Bayden hukumati davrida bo'lgan. Bu qitimqisi 2025 yili. Endi 2025 yildagi bu qitimqi ko'rishish nima uchun buncha ular xalqaro diqqatini tortadi deganda, Donald Trumpningki hozir qilayotgan shu butun nagila bo'lsin, shu Amerikaningki o'zining manfaatini oldinga o'rin qo'yib turib, shu tashviq qilayotgan, targ'ib qilayotgan, shu munosabat bog'layotgan butun diplomatiya ishlarining hammasi bir-birisiga ichki jihatdan ulanug'liqchi. Hammasi ayrim bir case by case deymiz. Ayrim qarashga hargiz bo'lmaydi. Masalan, bayon dedingiz, Pusanda bo'lgan yig'in, masalan, Janubiy Koreyada. Endi bu yerga kelib O'rta Osiyoning 5 davlati bilan ko'rishi, 5 davlat bilan tuzgan kelishimnoma, endi e'lon qilgan ikki cho'ng xitobnoma. Bu ikki cho'ng xitobnomaninki birinchisi o'sha iqtisodiy, masalan, bexatarlik ham savdo jihatdagi kelishim xitobnomasi. Endi ikkinchi cho'ng xitobnomasi bu azaldan bo'lib boqmagan, burun bo'lib boqmagan bir narsa, shu madaniyat xitobnomasi. Endi shu 2023 yildagi Bayden davridagi shu New York xitobnomasiga qarasak, New York xitobnomasining ichidami o'xshab ketadigan so'zlar bor.
Masalan, mushu bexatarlik jihatdan qandaq hamkorlashimiz, energiya koridori bo'pmi, bu Yevroasiya iqtisod koridori bor-ku. Çok temir yo'l. Xitoyninki shu Lenyugandan tortib ta Yevropagacha Turkiya orqali tutishdigan. Ashuni qandaq jonlantirish degandek mustaq narsalar. Andan lekin 2023-yildagi buningda asosliq shu odamninki diqqatini qo'zg'aydigan bir narsa USAID shu Amerikadagi yordam qilish nimasi bor, bir o'zining bir sistemasi bor. Shu USAIDninki ashning qarmog'ida ilib berilgan nurg'un narsalar. Ana u nima deganda USAIDning roli albatta xalqaro demokratiyani ilgari surish, yordam qilganninki o'zlarininki kapasitini yuqori ko'tarish degandek ashnaq nimasi dabdaba chiroyli gaplar borchu. Lekin o'zi yordam qilayotgan davlat o'zi bilan teng ko'rmaydi. Sen haqni yordamni qabul qilding deganda, haq sen o'zingninki nimasini eshinjangni berding degan o'xshash ish. U chaqda sen qandaq bu davlatni iqtisodiy jihatdan o'zing bilan teng ko'ra olaysan. Lekin 2025-yildagi xitobnomani qarasangiz, buningda Donald Trump bilan shu 5 davlatlarniki hammasini ayrim-ayrim tuzganimizda, shu davlatni o'zining iqtisodiy hamkorlig'uchisi o'rnini qo'yib turib, tuzilgan to'xtamlichu. Shu sababdan nimaninki tutgan muomalami o'xshamaydi, ham tuzgan kelishimnomaninki nimasi meg'izliq. Hamma narsami vazmi bak ig'ir. Shu sababdan bu 2025-yildagi bu C5-1S bu kelishimnomada butun O'rta Osiyodagi shu 5 turkum davlatlarga yangi bir nima berdi. Mana aytganda bir ishonch berdi-chu. Buningdan keyin mush iqtisodni asos qilganda, hamkorlikni asos qilgan, so'rni asos qilgan ham davlat mudofaa jihatdagi hamkorlikni asos qilgan holda shu to'xtamnoma bilan mangsa o'zini o'ngisha oladiganligiga ashlam ko'zi yetadi. Endi buningda asta-asta ayrim kirimiz birdan turib. Ana yana birisi, ikkinchi qismi shu nimaninki e'lon qilgan xitobnomaninki. Buningda madaniyat jihatdagi hamkorlashish. Madaniyat jihatdagi hamkorlashishningki asosliq nimasi qarasaqmi, shu 5 davlatning o'zining madaniyat jihatdagi alohidligini, madaniyatini qanday gullantirish, shuni ustun o'rin qo'ygan. Andan keyin shu O'rta Osiyodagi davlatlarning madaniyatining Amerikada qandaq kengayishi, uninki o'zining madaniyatini qandaq tunishtirish, xalqaroga qandaq tunishtirish, mush jihatdagi masalan muzeumlarni ochib berishchimi buning ichida. Ashlarnimi andan keyin O'rta Osiyodagi asar atiqlarni qanday qo'g'dash. O'rta Osiyodagi asar atiqlarninki xalqaro atkazchilikninki nimasiga bu qurboniga aylanib qilishning oldini qanday qilish. Ana yana birisi, ashning eng muhim yana bir qismi bu ilm-fan texnika jihatdan qanday hamkorlashish. Masalan, bu tadqiqot temasida, tadqiqot nuqtalarida qanday hamkorlashish. Bu narsalarmi o'tirg'i qo'yilgan. Bu narsa burunqi hukumat, burunqi nimada hargiz bo'lib boqmagan bir ishchu. Endi buning mishada mening shu o'tirg'i qo'yib qo'yilgan eng cho'ng bir narsa bu hammamiz bilamiz. Masalan, Amerika shu Afg'onistondagi urush jarayonida O'rta Osiyo to'g'risida nurg'un narsalarni o'rgandi. Agar diqqat qilmasa, har bir millatninki o'zining millatining, masalan, Afg'oniston o'z vaqtida qarab baqsaq, nima degan ranglik, nima degan o'zining madaniyati intayin go'zal bir millatdi. Shu vaqtdagi shu millatninki madaniyatini 60-yillarga saqlab qolgan bo'lsa, hozir Afg'oniston boshqacha Afg'oniston bo'ladi xalqarada. Shundami? Agar O'rta Osiyonikimi bizning turkiy millatlar mayli qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar, turkman, tojiklar bo'lsin, ashning o'zininki madaniyatiga xos ashlar bir davlat qurib chiqishiga yordam qilolmasa, eng oxiri bu bizningki O'rta Osiyodan asabiy kuchning ta'siriga uchraydi. Uchrab hammasi o'xshash bir rangga aylanib ketadigan
ahvolmi nihoyat xatarlik. Ana buning yana birisi O'rta Osiyodagi bu 5 C5 davlat bu qandaq o'zining mustaqilligini qo'lga keltirib kelganligini unutib qolmasligimiz kerak. Bular hozirgacha shu 1990-yildan tortib 91 2 yil orqa-orqadan mustaqil bo'lgan tortib hozirgacha yana Rossiyaning ta'siriga uchrag'liq. Nurg'un narsalar jihatdan shu Rusninki asbagan sizga yoqimsiz ashuni qoldig'ulamadi. Ana buningda endi o'zimiz to'g'rilarga diqqat qilsakmi, masalan, O'zbekistonniki milliy ro'yini, milliy tarixni, o'ziniki milliy madaniyatini tashviqlagan nurg'un ilg'or o'ziniki nimalar chiqyapti, ziyolilar bor hozir. Biz o'zimizniki o'zbekligimizni, o'zbek millatiniki madaniyati mandaq qilishimiz kerak deb. Nayt cho'ng tashviqni qilyapti. Endi uninki ma'lum qismida biz nurg'un o'zimizniki o'sha Uyg'urlarga munosabatlik tarixni shu o'zbek yangi iqlim ziyolilaridan anglayapmiz-chu. Ana achmo bu narsa intayin muhim. Anandaki men Qozog'istonmi shunda. Qozog'istonda bir tarafdan millatchilik ig'irlashib ketdi. Yana bir jihatdan qozoqninki o'zining qozoq millatini asos qilgan ilk davlatni qurishimi intayin muhimchu. Amaliyotda Qozog'istonda qozoq millatiniki shu nimasi miqyos aran 48%, 50% ga bormaydi. Bu xil ahvol ostida Qozog'istonninki haqiqatan qozoq madaniyati bilan qurish nimasimi bu bir cho'ng bir bulg'in nisbatan bir vazifa. Aşı 48%ni qana qilgan 50%dan yuqori qilgan bo'ldi. Yana birisi Qozog'istonda masalan televiziya o'ziniki masalan ko'chalarning ismi yoki bo'lmasa viviskalarni o'zgartirish hamma narsa qarasaqmi bora ruschadan qozoqlashish umumiy paydo bo'lyapti. Endi buningda eng oxirida qolgan Royanning Rusning ta'siriga ig'ir uchrayotgani Tojikiston. Endi shunga mush asosda bularninki qanday qilganda o'zining madaniyatiga qaytib kelish uchunmi mushundaq bir ayrim shu madaniyat jihatga hamkorlikning nima uchun oldingi o'ringa qo'yilganligini men shaxsan buni mushuna deb tushundimchu. Andin bu qanchaki bir millatninki milliy ro'yi bilan bir narsa mangsa u narsa birinchidan uzoqqa mangalaydi, yana birisi uniki vazmi ig'ir bo'ladi, yana birisi kuchli bo'ladi. Endi demak bu yerda Amerika hukumatining shu O'rta Osiyodagi 5 davlatning har birisiniki madaniyatiga bo'lgan hurmati, ashunga bo'lgan ko'z qarashiniki naqadar muhimligi. Bu bir strategik bo'layotgan bir kelishimnoma bu. Lekin O'rta Osiyoga olib keladigan manfaat aslanning o'rnini yuqori ko'tarish uchun xalqarada qancha rolning borlig'ini mushundan ko'rib olg'ili bo'ldi. Rahmat. Evet. Rahmat. İkinci savol O'rta Osiyo Rossiyaniki shundaqla Xitoyniki hozir oq o'ylab qolib qoldi-da hamlari cho'g'riligi. Amerika bu qadar suhbat yig'ini o'rinlashtirishi Xitoy va Rossiyaga berilgan bir signalmi? Amerika bu qatimliqi suhbat yig'ini orqali O'rta Osiyodagi qizil boyliqlardan asosli shu nodir topak serak topa shularni qo'lga tushirish orqali Xitoyga tayinib qilishni ozaytishmi? To'g'ri dedingiz. Mayada bayon dedim-ku, ikki xitobnoma bor. Ashundoq birinchisi iqtisod, davlat mudofaa, bu savdo jihatdagi hamkorlikni ilgari surish. Amaliyotda shu O'rta Osiyodagi 5 bu Qozog'iston bilan, endi O'zbekiston ikkisi bilan tuzilgan to'xtamnomadami asosli nimasi 3 nuqta. Birisi siz degandek seriq to'pa. Haqiqatan endi yana birisi mushu butun mushu IT jihatdagi aslarlarni uchur qo'g'dash, uchur yangilash, ashuni keladigan uskun bo'pmi nima bor Nvidia'ningki chip bor. Xitoylik sotmayapti hozir. Lekin ashuni Qozog'iston va O'rta Osiyoga setib berishga, ashuni berishga bu qitim Amerika hukumati ma'qul bo'ldi. Ashuning o'zimi butun mush O'rta Osiyodagi buningki uchur bexatarligininki yana bir qadam yuqori ko'tarilgan yana bir qadam yangilanishiga foydasi intayin cho'ng. Endi buning yana bir nuqta bu yerda Trans-Caspian trade route connectivity deydi. Yevrosiyo bu savdo koridori bor. Uni o'rta koridormi deb ataydi.
bu Xitoyninki Leningan degan Jiangsu'dagi o'lkasi Leningandan boshlanib ta Yevropagacha, Turkiya orqali Yevropagacha bordi. Demak, bir narsa Xitoyniki shu Leninganda nimaga poyezdga qo'yilsa, shu kargo shu nimaga bora oladi. Yevropaga bora oladi. Lekin shu koridor Ozarbayjonga kelgan chog'da yo'l qalayim ketadi shu. Endi bu koridorninki xarita qarasaqmi, Qozog'iston intayin muhim o'rinda turdi. Qozog'iston keliblam yo'l ikkiga bo'linib ketadi-chu. Birisi usti qarab mavdi, yana birisi osti qarab mavdi. Andan keyin Ozarbayjonga kelgan vaqtida u yerda ostida qisqa yo'l orqali Turkiya kirolmaydi. Cho'qin ustiga berib, Jorjiyaga kirib, Jorjiyadan andan keyin Turkiyaga kirgan mana bir qatmal bir ahvol tarixdan bo'lgan shakllanib 50 kishining yog'i ashan bir kelayotgan bir ahvol, qatmal ahvol bor. Groziyami nima? Gruziya. Anan hozir bu diqqat qilsak 8-oyda masalan Armeniya bilan Ozarbayjonning o'rtasida tinchlik kelishimnomasini masalan Tramp shu Washingtonga ikkilisini chaqirib, Aqsaroyning ichiga qo'l qo'yg'izdi bu ikkisiga. Bu tinchlik kelishimnomasining eng muhim bir qismi masalan shu Armeniya bilan va Eronninki chegarasida 43 kilometr bir orliq bor-ku. Shu orliqda Azar Armeniya qattiq tutuqliq. Armeniyaning xaritasi qarasaqmi, Ozarbayjonni ikkiga bo'lib o'tgan-chu. Ozarbayjonninki kichik bir o'lkasi bor. Uni u Zanzibar koridori deb ataydi-ku. Shu Zanzibar koridorininki bu past tarafdagi shu Armeniyaning Ozarbayjonning territoriyasini butun kesib o'tgan. Uning bilan Ozarbayjon bilan bo'lgan munosabatini kirish uchun ya Gruziya orqali kirish kerak, ya bo'lmasa Turkiya kirib, Turkiyadan shu rayon kirish kerak. Armeniya uni to'sib kelirlik. Shuning bilan shu nimaninki shu Nashqabangu, Nashqabanninki shu rayon Ozarbayjonning o'zining kesibligini xil uzoq bo'lib ketdi. U shu nimadan 90-yildan tortib ta hozirgacha u birinchidan taraqqiyot jihatdan, yana bir territoriya butunligi jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan o'zininki afzalligini joriy qildiramay kelayotgan bir o'lka. Ani yana birisi eng muhimi Nagorno Qarabog' urushi. Bu Armeniya bilan nimaninki Ozarbayjon o'rtasida birdam to'xtab, birdam nim qilib ulg'uyib, ikki Armeniya Armanlar bilan Ozarbayjon millatining o'rtasida bo'layotgan bir urush-ku. Endi bu Amerikaniki Donald Trumpning aşağı kirib, to'xtamni tuzib, shu Zanzibar koridorininki 43 kilometrni biz Amerika 99-yil nishani ijaraga olmaymiz deb, ijaraga temir yo'l qurdik-ku. Temir yo'l qursa, shu hozirgi biz deyotgan o'tir koridorni shu masalan Bakuga kirganda Kaspiyan dengiziga aşağıdan shu hozirgi Zanzibar koridori orqali Turkiyaga udul liniyani temir yo'lni ulg'ul bo'ldi. Undan qolganda birinchidan kargo xotirjam olaydi. Hech qanday to'solg'a uchirmaydi-chu. Yana birisi Amerika o'zining kuchini aşağıda butun dastlab tura oladi. Andan keyin shu butun Ozarbayjondagi may bulamdi, O'rta Osiyodagi siz deyotgan seriq to'pa, mineral hamma narsa bulamdi. Xotirjam kargo orqali Yevropaga yoki bo'lmasa boshqa yerdagi hatto Amerikagacha bora oladi. To'solg'a uchirmaydi-chu. Demak, dengizga, O'tir dengizga ulisha oladi degan ma'no chiqadi. Anaki bu nimaninki mushu hozirgi 43 kilometr liniyani yangi bir ism qo'yib hozir Trumpninki tinchlik liniyasi, birlik gullanish, o'rtaq gullanish, tinchlik liniyasi degan narsani bir qo'yadi. Demak, hozirgi mush qitimli O'rta Osiyodagi kelishimnomami shu o'tir koridori bilan Donald Trumpninki tinchlik liniyasini bir-biriga ulash. Ulg'a yo'li der ekan, amalan bir shu Trump yo'li degan qisqartirib atilishi, lekin asl nimasi shu inglizchaning hammasi butun nimasini tarjima qilsak, Trumpning tinchlik va birlik gullanish, o'rtaq gullanish yo'li deb hisoblanadi. Uniki qisqartirilmasi de TRIPP. Endi bu hozir 43 kilometrlik doirani bu yana Amerika 99 yillik hamda
Ha, ha. ijara aldashda-ku. To'g'ri. Bu yana Xitoylarniki masalan Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga bir to'silgan va yana qilgan bir nimalar bormi? Buning yo'qmi? Albatta Hmm. Xitoyninki bir balvoq bir yo'l nemisida bu ashad bir nuqta bor. Men ashuni tugatayotay. Andan keyin bir balvoq bir yo'lga bo'lgan bog'lanishni andin Hmm. unida to'xtalib o'tay. Ashu Zanzibarninki 43 kilometrninki yana bir yo'li bor. Hmm. Bu yerda 4 davlat foyda oladi, 2 davlat ziyon tortadi-chu. Hmm. Buni foydalanmaydi. 4 davlat Hmm. Amerika, Ozarbayjon, Turkiya, Armeniya foyda oladi bundan. Hmm. Armeniya bu mandaqcha aytgan chog'da shu 99 yil bu nima Amerika hukumati bu Armeniyaga bu yerni man ishlatyaptimish deb uning pul berdi-chu. Bu bir to'xtamay kelayotgan bir pul 99 yil. Hmm. Endi yana birisi İranni kesib o'tadi. İran Armeniya orqali Yevropaga hozir kirib o'tadi. Bundan keyin kiramaydi. U yo'lni to'sib Demak, hozir İran shu Perjiya qo'ltig'i orqali dengizga yuzlanmasa, quruqlik yo'lini kesib degan ma'no chiqadi-chu u yerda. U shunga birinchi yo'lab sakrab ketgani İran. Ana yana birisi Gerçi Amerika hukumati men bu yerga askar qo'ymayman, anda-manda degan lekin Amerikaning ayati 99 yillik o ijara olgan nemasi bor. Uni qandoq boshqarish, uniga temir yo'lni qandoq qurish, uning aslalarini qandoq bo'lish Amerikaning ishi. Uniga sen askarini qo'yamsiz, qo'yma. Askar o'ziniki muntazam askarni qo'ymasimi, ashuni mudofaa qiladigan mudofaa qismini qo'ya oladi. Nurg'un shirkatlar bor. Shu maxsus mudofaani qila oladigan. Ashuna shirkatning odamini akirib qo'ysa bo'laverdi. Ana yana birisi qattiq sakrab ketgan yana bir norozi bo'lgan davlat Rossiya. Mushu Nagorno Qarabaq urushi bo'lsin, mushu Armeniya bilan Ozarbayjon o'tirish to'qinishi bo'lsin, foydani eng ko'p olayotgan davlat amaliyotda Rossiya. Rossiyaga foydasi bo'lib kelayotgan. Hozir endi bu Amerika shu to'xtamni tuzdimi? Rossiyaniki u nemisini, u tushini buzyapti bular. Buningki Ozarbayjonniki shu butun shu Kaspiyan dengizidagi Rossiyaga tushadigan ehtiyoji bir xil tuvanlab ketadi. Anda bo'lgandan keyin Armeniyami u Rossiyaga qaramaydi bundan keyin. Ana shuning bilan Rossiyaninki O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi bo'pmi, mush Balqon dengizidagi atrofidagi ta'sir kuchi kesib o'tishga nemisi intayin yuqori. Bu ta'sir kuchi intayin cho'ng deb qarayman-chu. Shunga mening umidim shu Donald Trump o'zining gapida ching turib, Osiyodagi 43 kilometr temir yo'lni qurib etgani yaxshi. Eng yaxshi. Endi uninki masalan bizga nima foydasi bor degan bir narsa chiqadi-chu. Endi bu hozir qilayotgan mushning hamma narsani mush sababdan chiqyapmizku bu ekran bo'lmasa boshqa narsani Uyg'ur o'zimizning taqdiriga bog'lash. bizning o'zimizning taqdiri bizga nima necha foydasi bor, ziyni bor degan narsa bor. Bu yerda mundaq bir masala borchu. Xitoyninki bir balvoq bir yo'lni biz boshlangan vaqtida shu Olimpikdan keyin boshlanganda biz diqqat qilmadik. Bu zodi nagirib bizlar emas, nurg'un hatto shu taraqqiy qilayotgan g'arb ellarimi diqqat qilmadi uningga. Ashuna bir ishga bu Xitoyning qilayotgan bir xiyoliy ishi deb ashchaqda toz diqqat qilmagan. Shu vaqtidagi shular qurgan shu o'ttir koridor shu Yevrosiyo shu temir yo'l koridorimi shu bir balvoq bir yo'lninki amaliyotda bir qismi. Shu bir balvoq bir yo'lninki shu qismi Qozog'istondan o'tib shu Kaspiyan dengizi orqali Balqongacha ulang'ich bo'lgan shuning hammasi shuning bir qismi. Endi bu Amerikaninki ashaga shu bir bazadan birini qurib shu 43 yil 43 kilometrlik shu Zanzibar koridorini kontrol qilishning o'zi amaliyotda Xitoyning kanig'imida bir pichoqni tanlab qo'ygan o'xshashchu. Shu meni deganim bo'yicha qilsan degandeklar bir ish bu. Taktikali qilingan ish. Shuning uchun buninki Xitoyninki shu Kaspiyan dengizi Baltiqdagi nayranvozlik qiladigan ishning hammasini bir xil qisib etgan bo'ladi. Ana yana birisi eng muhim masala. Andan shu O'rta Osiyoda nima yo'qmi? Seriq to'pi yo'qmi? Albatta bor. O'rta Osiyoda minerali yo'qmi? Albatta bor.
Undaq bolsa, Biden hökuməti nima üçün öz vaqtida aş narsani O'rta Osiyonikini cho'ngroq, ko'proq qezilib, Xitoyg'alam yo'linib qolmay, ash O'rta Osiyonikini o'zining Yevropaga yoki bo'lmasa o'zi uchun ishlatishni nima uchun o'ylashmadi? Ana ashimi siyosiy jihatdagi bir taktikaniki, naqadar mundaqcha aytganda, nima deymiz, Uyg'urcha yaxshiroq nima qilsak, inglizchada clumsy deydi. Hamda nimada, hamda Uyg'urchada uni qulashmagan bir ahvolchi. Shunga mushu Donald Trumpning bu qitimqi narsa, bu qitim ash qurgan ash kelishimnomada butun ashu Qozog'istondagi, masalan, O'zbekistondagi ash seriq to'pa, mineral hamma narsaniki xotirjam ash hech qanday cheklimga uchirmay, hozirgi yangi qurgan ash temir yo'l bilan hatto ashu yangi bir ishlab chiqarish o'rni. U yangi ishlab chiqarish o'rni balkim Turkiyada bo'lishi mumkin. Chunki Turkiyaning Konisha viloyatida hozir seriq to'pa bayqaldi. Ana uning butun texnologiya hamma narsanimi ashaga markazlashib qilish mumkin. Bu faqat mening farzim. Yoki bo'lmasa, u shu butun pishiqlab ishlashni Yevropagacha o'rlashtirishi mumkin. Ondan yana birisi mushu nimaniki, masalan, Yevropadagi Germaniyaniki bo'pmi? Germaniya eng chong iqtisod nimasi u? Shu EU davlatlarining ichidagi. Shu haddidan ziyoda Rossiyaga mushu mayli moy jihatdan bo'lsin, petrol bo'lsin, mayli gaz jihatdan bo'lsin, yo'linib qilish, konida isilib qilish intayin ig'ir bo'ldi. Ash masalani hal qilg'ili bo'ldi. Chunki bu Ozarbayjonningki, mash O'rta Osiyoniki petrol, hamma narsa, gaz xotirjam mush kargo orqali ma'laydigan bo'ldi. Kargoninki nisbatimi shu 2 hassa yuqori ko'tarilgan ash liniya orqali. Masalan, burunqi nimasi, masalan, bir nima statistika qarasam, 2024-yildagi kargoning nisbati 3 milliondan yuqori ketchu. Ash liniya putgandan keyin uninki miqdorining 5 milliondan oshib ketadiganligini hozir faraz qilyotdi. Demak, kargo rivojlanishidi, energiya to'xtamay Yevropa orqali shu Amerikagacha bora oladi. Ana yana birisi Amerikaninki mushu Xitoyga ana Xitoy desa u seriq to'pi boshqa yerdan chiqmaydi, bizning vatandan chiqadi shu. Ashninga mushu yo'linib qolmaydigan bir yangi bir iqtisodiy klimatni paydo qilg'ili bo'ldi. Ana bu yerda yana bir narsani unutib qolmaylik. Endi chunki bu bir haftaning orasidagi South Koreyada bo'lgan nima bor, Janubiy Koreyada bo'lgan nimada eng chong narsa yana seriq to'pi masalasi. Masalan, shu yig'in tugablan Xitoy nima qildi desa gapni yenib oldi. Seriq to'pini bermaydi ekan. Hozircha to'xtatib turmaymiz deb nima qildi. Ana shunga hozir yangi qurilgan narsada mush to'xtamda agar O'rta Osiyodagi seriq to'pa, masalan, boshqa nimani qilsa, Amerikaninki buningdan keyingi mushu texnologiya jihatdagi seriq to'piga tushadigan ehtiyojni qamdab ketolmaydi-chu. Xitoyga unchalik yo'linib qolmaydi. Shunga Amerikaning iqtisodiy jihatdan davomli gullanib menishi bo'pmi mushu nima bor, chip bor, nimaga ishlatadigan. Ash chipning bundan keyin davomli taraqqiy qilish bo'pmi? Buningdan keyingi yangi chiqadigan chip bu artificial intelligence deymiz, sun'iy aql bilan ishlatadigan chip. Ashninki davomli jihatda keng ko'lamda ishlab chiqarilishi. Ashning nisbatan hech qanday bak cho'ng to'salg'iga uchrab ketmaydi-chu. Shunga Amerikaninki bu kuchni mandaq tarqoqlashtirib mana edib menishi Xitoyni nima o'sal holatga tushirib qo'ydi. Sen bundan keyin bu seriq to'pani satmamsa, sana nisbatan ehtiyojim chuqur emas. Boshqa yerdan ola olayman. Yana men ishlab chiqadigan narsamni davomli ishlab chiqara olmayman deydigan mandaq bir mesajni beryapti hozir. Bu o'zining xatarni tarqoqlashtirish deymiz hamda bunida bir ufqum. Ashi jihatdan intayin foydasi ko'rinarli bo'lyapti. Ana bu yerda yana bir ta'kidlab qo'yadigan narsam, masalan, shu Qozog'istonning 2023-yili shu Biden hukumatı vaqtidagi shu nimaga, masalan,
Xitoyga sotgan miqdori 3,07 billion dollar qimmatida-chu. Amerikaga necharak sotalabdi desangiz 544 million. Onunki hatto 6dan 1 qismiga to'g'ri kelmaydi degan gap. O'ylab beqing. Shu Xitoyga sotgan mineralning hammini hozir Amerikaga sotgan bo'lsa, shu hozirgi ahvol qanday bo'lardi? Shuni mushu qitim hamda shu nimaniki Trump hukumatiniki naqadar taktikali holda shu xil bir o'sal qatmalarni mudaq bir-birsiga almashtirib, o'zi uchun foydali ham o'tirasiga foydali ashna bir ahvolni shakllantirgan bo'lganini ko'rgili bo'ldi. Rahmat, shunday bo'lgan bu qatimqi hamda aytdingiz Trump yo'li karni 43 kilometr ya'ni bo'lgan u prezident Ironni quruq orqali nima qilgan nimasini uzyapti. Rossiyanikini uzyapti. Xitoy bo'lgan bir tahdid bo'ldi. Onu başlayana dep geldiniz. Şu Orta Asya devletlerinin bütün uçturuş texnik nimeler hemiz Amerikan sistemiyle oylunduğun işleyen bir vaziyet şekli var dediniz işte koy. Şurada doğrusu. To'g'ri. Yani to'xta. Oldu katımı Malayziya, Şarkı Asya ziyaret kılganda Donald Trump Asya'da mı Xitoyning uçuralaq texnikalarini cheklab, Amerikaning uçuralaq nimelerini nim qildigan. Endi hozir uçur aloqa dunyoda uçur aloqani qaysi davlat kontrol qila olib qolsa, nurg'un narsalarda bular dunyoga cho'ng ta'sir ko'rsatganda, endi To'g'ri. ayaki Malaka bo'g'izlari va degandek nurg'un nimalar. Hozirda Xitoyni har ikki tarafdan Amerikaniki, Donald Trumpniki o'tgan Janubiy Osiyo safari, bu qator O'rta Osiyo safarida har ikki taraflarda Xitoyni cheklab qo'ydi. Yani oyoqdan Malayziyaning Sirak to'pini hal qildi. Bu yoqda O'rta Osiyoga bir haftadan keyin bu yoqda nima qildi degan Xitoyga tayinib qoldigan vaziyatdan, qatmaliq vaziyatni hozir tugitib bo'ldi degan gap shunaqa qo'y hozir. Xitoyda To'g'ri. Endi u Xitoy ilqi shu seriq to'pini bana qilib, Amerikaninki ilqi davomli degidek yo'l qishqi dastiman deydigan shu strategiyasi buniki ishlamaydi-chu. Asli so'da shunday bo'lishi kerak. Ilqi Bayden davrida Bayden unda qilmadi-chu. Bayden o'sha yerda night ketkizib qo'ygan nurg'un xatoliklar bor o'sha yerda. Ani uning xatoligini bizmi az Uyg'ur millatimi az tatmadik. Masalan, shu chaqda shu nimani taktikasini sal o'zgartib, iqtisod bilan ma'vu nimani davlat mudofaasi ham o'ziga keladigan foydani sal birlashtirib, atrofli qilgan bo'lgan bo'lsa, hozirgi ahvol bunda o'sal holatga meni tushib qolmaymiz deymiz-chu. Chunki hozir shu seriq to'pini qizish davrida, hozir bizning vatanda qizilyapti-ku u. Qanchalik Uyg'ur o'ldi ashuni o'ylamamsiz. Hozir onunki seriq to'piniki 3 bosqichda qizildi. Birinchi bosqichi men nimani qarasam eng usal bosqichga. Ashningdiki ilqi odamninki badaniga bo'lgan ziyonliq, odamninki nimasi bilan ilqi uning ishlagan odam saqlanmaydi-ki asosan-chu. Ashundaq davrda. Anoniki uni pishchiqlab ishlash jarayoni. Umi bir masala. Endi bir hisobda mush qitimga bo'layotgan mushu nimaniki, mushu savdo kelishim, mush Donald Trumpning tutgan yo'lida nurg'unlagan burun biz ko'rib baxmagan yoki bo'lmasa biz mush ish bo'lsa bo'ladi degan shu faraz hozir endi barbara amalga oshyapti-chu. Shunga ba'zan solchilar sakraydi. Donald Trump uni qilmadi, buni qilmadi. Amniyat bu kishining qilayotgan narsasi savdo, harbiy mudofaa, anondan keyin iqtisod hamma narsani bir-biriga chetib turib, bunda parallel ilib menyapti. Ana bu xil ahvol ostida xalqarodagi Amerikani o'rnini tutib qola oladi. Andin o'zi bilan savdo hamkorlik qilayotgan davlatga foydali kela oladi. Uning davomli qilib tushunirman demay, uningmi oziq manfaat berdi uningga. Masalan, Qozog'istonniki nemisi bor-ku, To'qayev deb ketdi-ku. Allah bizga avatgan bir nima sen angel bir nima bir ajoyib qildi. Shunchalik deb ketdi. Bu deyishni sabab bor. O'ylab boqmamsiz. Xitoy shu bir balvoq bir yo'l nimasini boshlagandan tortib hozirgacha Qozog'istonniki biz siz dedingiz. Uchur aloq hamma narsani kontrol qilaqliq. Bir o'zi bir qatmalarga tushib qilaqliq Qozog'iston. O'zimiz o'ngshayman desmi, ilqmanda yeniga qarab mani tashlab etsam, mana endi nima bor deydigan tanlash nimasi yo'q.
Aşındaq holatda kelgilik. Hozir Qozog'istonning tanlashi bor. Shu Qozog'istonning bu qadimgi shu nimaga to'xtamninki eng cho'ng, ikkinchi eng cho'ng qismi butun uchur aloqaga kelgan uskun, ashning ketadigan texnika, ashning ketadigan chip, ashning hamma narsani almashtirish. Ashningga to'xtamni eng cho'ng qurgan nimasi Qozog'iston, undan qolsa O'zbekiston. Andan keyin Tojikiston yana bir paydagan davlat, o'zi kichik bo'lsa-mu, u chunki o'zininki 1 gigavat shu suv inshoot nimasini ambirini elektr stansiyasi qurib bo'ldi uchun shu sababdan 1 gigavat shu suv elektr stansiyasi bilan mangadigan butun shu sun'iy aql shu nima bor data center bo'ladi har qanday yerda. Uchurni saqlaydigan uchur omba bo'ladi uchun. Bu uchur omba bir shaharga o'xshash bir narsa. Ashninga ketadigan suv, tok hamma narsani shu Tojikiston bir davlat. Bir omba bilan ta'minlaydi degan gap. Uchurning hammasi Tojikistonda saqlanadi degan gap. Ondaqsa Tojikistondami shu uchur aloqa jihatiga bexatarligiga 100% buningki Amerika kapolatlik qildi degan gapchu. Amerikaniki texnologiyasi bilan ma'lum narsa. O'ylab boqsangiz, agar shu narsa Xitoyninki bilan menib qolsa nima degan xatarlik. Mushu narsa odamni cho'chitadigan ham odamni nihoyat xushal qiladigan bir narsachu. Haqiqatan bu kishi bu qadimgi nimada bu nihoyat atrofli o'ylanib yaxshi qilinayotgan ishlar bu. Shunga men solchining ba'zan gaplarini anglasam, kelib kanini bo'g'ib qo'ygim keldi-chu. Ular o'ziniki ideologiya, bu amaliyot bilan bak jiroq bir narsani o'tirg'a tashlab, aniqimi dedi. Endi qilayotgan ishning hammasi shu nihoyat sistemli holda 1, 2, 3, 4 deb shu qadamli bosqich bilan menayotgan narsa bu. Planliq menayotgan. Masalan, shu tuzgan to'xtamnomasida 21 modda bor. Ajab Joe Biden tuzamabdi 21 moddani o'z vaqtida. Qarasa bir taqa shu ushaq diplomatik chiroyli gaplar bor. Julib olsa shu bir gramda to'xtagidek bir yig'iz gap yo'q. Bir iqtisodiy manfaat yo'q biz O'rta Osiyodagi davlatga kelgan. Shunda bo'lganda hamda bu 10-chi qatimliq ekanda ilgari 9 qatim bunday yig'inlar echilib, hech qanday bir yig'inda hozirgidek to'xtamlar, kelishimlar, xitobnomalar tuzilib, Xitoylar Rossiyaning ayarlik ta'sirini cheklaydigan bir ish bo'lmabdi ekanda Donald Tramp bilan bu narsa reallikka chiqdi. Shundaqmi? To'g'ri. Andan keyin Donald Trump shuni reallik chiqara oldi-chu. Chiqargandan sistemalik chiqaryotdi. Bu sistemalik chiqaryotdi degan gap birlam narsani bunda qilib tashlab qo'ymadi. Ma qilayotgan bir narsa yana bir ikkinchi bir narsaga munosabati bor. Bog'liqlik. Hamma narsa ichki jihatdan bir-biriga bog'lanish intan chambarchas. Asan buzilib ketmaydi mana puxta ilinib berinayotgan bir ish bu yerda. Ya'ni o'sha Turkiy millatlarningki bashariy rahbarlarni Donald Trump Amerika kirishib bo'lgandan keyin albatta siz dedingiz mana Trump yurolqiliq Turkiyadimi yukatgan mana bunda bir liniyani ochsa Turkiyaga 4 cho'ng foyda kelgan davlatlarning shu Turkiyaning bordingiz emasmi? Ha. Foydagan nimasiga. Hamda hozir qarasak Turkiyada hamda Uyg'urlarni qo'llash nisbati qilib o'zini besib qolgan hozir hamda boshqacha bir kuchayib qoldi. Mush qadar yig'inning mushning bo'lgan ta'siri azroq bo'lsin Turkiyaning Xitoyninki iqtisodiy besimlari har jihatdan azroq bir nafaslash fursati sal bir o'zi ko'rsatayotgan nimasi deb tushunsak bo'lamdi hamda bu gapni nihoyat to'g'ri deding, to'g'ri savol bu. Nima uchun to'g'ri savol deyman desangiz, bir ikki kun bo'ldi hozir Human Rights Watch shu nimadagi Turkiyadagi Uyg'urlarni Turkiya yaxshi qo'g'damayotdi deydigan bir dokladni chiqardi-chu. Lekin siz bilan men bu ahvolni biz o'zimiz diqqat qilib kelyapmiz, ko'ryapmiz-ku. Turkiyada hozir mushu bizningki hozir o'ylab o'chab qolay deyotgan da'vo masalasi kelganda Turkiy medianing ishida Turkiy o'zimizningki turkdosh qarindoshlarningki Uyg'ur masalasini alayda ko'tarib chiqib social mediada qilinayotgan kampaniya indan ko'p. Bu ko'rinib boqmagan burun. Bunga mening diqqat qilishimda bu qachondan boshlandi desangiz, Erdo'g'an Washingtonga shu Gaza masalasi uchun borgan vaqtida bu Trump alayda kutib oldi uni. Sen mening qarindoshim deb atadi-ku, my brother deb.
Ben bu nihoyat qo'l qo'ymaysan deb nima qilib o'zining xuddi bir yaqin do'stini nima qilgandek shillisiga urib turib so'zlashdi. U Erdo'g'an bilan Amerikaninki bir nimalari Yevropaninki boshliqlari hozirgacha unday ko'rishib boqmagan. U Donald Trump o'ziga shu rasmiy asqatadigan, manfaat ilib keloladigan odamni bu sodiga bu. Qanday tutishni nihoyat yaxshi biladi. Shu kundan tortib bizniki da'voga nisbatan Turkiyada yangi to'lqin ko'tarildi. Ham bu qitimqi men O'rta Osiyoninki nimasimi Turkiyaga nisbatan yana bir yangi bir yo'rg'uliq berdi-chu, bir ichib berdi. Shuning bilan buningdan keyin o'sha Turkiyaninki yoki Turkiya xalqlarininki Uyg'ur masalasi, Uyg'urlarninki ishini texmi jiqroq so'zlash fursati texmi yuqori bo'ldi deb qarayman-chu. Elim social mediada ko'ryapmiz. Nurg'un narsa chiqyapti hozir. Adan bu odamni hozir bitta nimada ikki xil nim borda, ama sosyal medyalarda Uyg'urlarning yozmalar diqqat qilsak, birisi ba'zilar deydi, Türkiye nəhayət qiyin ahvalda Xitaydan alған serektipa nimalarni ololmaganlar uchun, ba'zan ololmaganlar uchun Uyg'urni yana bir asta-sekin ko'taryapti, tashviqotlar orqali degan manda bir ko'z qarash bor. Yana bir ko'z qarash, albatta men degandek, bu yerdagi Trump yo'li bu Turkiyaga bir paylik manfaat olib keldi. Amerikaga bir boshqa munosabat yangilab keldi. Bu orqali ham Xitoyga ozroq nima qilish orqali o'zini Amerikaga yiqilishadigan manda bir shapi deb tushunsak bo'lamdi va yoki Xitoyga bog'lanib qolgan bo'lg'achqa Xitoyda olamagan manfaatlarni elish uchun Uyg'urni yana bir ko'tarayotgan nuqsa tushunsak bo'lamiz. Uni oson undaq muloyiz qilish menimcha xato deb qarayman. Balki go'daklik deb qarayman-chu. Men mundaq o'ylab beqing. Oldingi yildimi, yilning oldidimi biz diqqat qilib kelgilik. Bu jihatda men bir narsani yozgan o'z vaqtida. Mushu Turkiyaninki mushu mashinasozlik jihatdan Xitoyninki tok mashinasini ishlab chiqishi butun bir viloyatni berdi-ku. Nechilik mablag' sinib ketgan, BYD degan mashina ishlab chiqarish uchun. Shunami? Hozir men bir mandaq bir masala bor. Buningdan keyingi taraqqiyotda shu Xitoy bilan Amerika munosabatida Amerika o'zininki eng yuqori sifati yaxshi chipni bermaydi ekan, Xitoy uni shu o'xshash qilib ishlab chiqara olmaydi, mumkin emas. Chunki u shu uchurning o'zi, texnologiyaning o'zi kuch. Shuning bilan Xitoyning ishlab chiqarilgan shu sun'iy aqlga tayindigan mashinasi bo'lamdi, har qanday narsani siz oldingizmi, siz domiy bosadi sizni. Domiylar u degan. Chunki uninki nimasini almashtira olmaysiz. Yengillanmaydi. Shunami? Shuni bilan uni olasiz, shu bir 3-4 yil mangandan keyin uninki davomliq degan software yumshoq detal almashtirib, uni update qilib bo'ladigan bir narsa bu. Uni qilolmaysiz. Ana qilolmagandan keyin u narsa shuni o'ladi degan bir ahvol gap chiqadi-chu. Endi Turkiyami ashunaq bir o'sal ahvolida. Xitoyga bakmish texnologiya jihatdan tayinib ketsa, yana 4 yilga qolmay o'zininki shu nimasini qumbasligini, topini qumbasligini biladi. Shunga u Xitoyga bak yo'linib olmay, men bu texnologiya jihatdan buningdan keyingi taraqqiyotimga men qanday qilganda menga foydasi tegadi deydigan bu kuchlik o'rnida turgan Amerikadek davlatga yiqilish albatta. Amerika Donald Trump bu qitim shu fursatni berdi Turkiyaga. Endi shu sababdan bu Turkiyada bu tanlash bo'ladi-chu. U tanlaydi o'ziga nada manfaat ko'proq kelsa shuni tanlaydi. Buni hozirgi mushtirqning o'ziga tanlashi Amerika, Xitoy emas. Ana shuning buningdan keyingi bo'lam emas, boshqa har qanday shu sun'iy aql bilan mangdigan yoki sun'iy aqlni ishlatadigan shu sohadagi narsaning hammasiga u Turkiya Amerikaga yiqilishdiki hargiz Xitoyga yiqilashmaydi. Ana shuning o'zimi meningcha keng doirada aytganda mayli davlat mudofaasi jihatdan aytmoqchi, iqtisod bo'lsin, savdo aloqa bo'lsin. Ana biz bayon deb o'tib ketdik. Butun shu o'tir koridordan Turkiyaga boradigan, Turkiya orqali Yevropaga chiqadigan hamma narsa jihatdan bo'lsin, Turkiyaga keladigan foyda oz emas. Turkiyaninki iqtisod jihatdagi bexatarligini oldin qo'rin qo'ygan bo'ldi-chu. Anandan keyin Turkiyaninki bexatarligi, buningdagi iqtisodiy holatga tushib qolishning oldini olganda Turkiya buningdagi xalqaro
Mayli Yevropa davlati bo'lsin, mayli Amerika, Xitoy bo'lsin, hammasiga azoq cho'ng gap qila oladi. Bo'lmasa Amerikaningki nemisidan qanchalik o'zini ayirib tursa, Turkiyaning iqtisodiyotida hech qanday foydasi yo'q. Ko'rdik ayni Liraningki qanchalik qisat tushib ketadiganligini. Anda Turkiyadagining iqtisod jihatdan palachalar tushib kelishining surutini tizildi yutadichu. O'zi biladi nihoyat yaxshi. Shunga bu iqtisod jihatdagi yuqori tuvalishi yoki bo'lmasa Turkiyaningki g'arb davlatiga yaqinlashishi bizningki Turkiyadagi davom masalasida foydasi intayin davolg'ich bo'ladichu. Ta'sir kuchi bor deb qarayman. Rahmat. Rahmat. Endi hozir siz dedingiz, bu daqiqa C5 plus bir yig'inda Amerikadagi nurg'un kelishimlar, to'xtamnomalar, xitobnomalar e'lon qildi deb. Buni asosan bir qo'l deb bo'ldingiz, ya'ni buni yana to'liqlaydigan qismlar bor. Bular shu xitobnomani azroq anglab baqsak, buni düşünürse endi bizim Uyg'urlarga bir payliq taraflaridan bunda bir buningki foydali tarafini deb kelsak, buni ayrim nima qilaylik. Birinchisi bu ikki nuqta bor. Birisi energiya jihatdan, masalan, yadro energiya jihatdan xalq ishlatiladigan yadro energiya aslalarni Amerika O'rta Osiyodagi davlatlar qurib berish. Bu orqali energiyaning ig'ir jihatdan birla davlatga bo'lmay Xitoyga tayinib qilishni oldini olmoqchi. Bu birisi. Andan keyin bayon deb o'tdik, IT bilan butun aslarninki bo'pmi digital savdoga munosabatli narsaniki ig'ir darajada Xitoyga tayinib qilishni oldini olgan. Aslardan tortib sistema hamma narsani qurib berish. Ashni yengilashchu. O qurib berish degani Amerika qurib bermaydi, savdo bu ikki davlat o'rtasidagi. Shung buningda endi mayada mana bir narsa bor. Masalan, shu Amerika bilan Qozog'istonningki tuzgan savdo aloqasidami bu yerda bir qancha muhim nuqta bor. Buni diqqat qilib qilsak. Birinchidan, yodingizda bormiki, Janubiy Koreyada Amerika bilan Janubiy Koreyaning tuzgan to'xtamnomasi bo'lsin, mayli nimadagi Sharqiy Janubiy Osiyo davlati bo'lsin, Boeing aeroplan zavodininki nemisini keng tashviq qilgandi. Bu qitimda Qozog'istonda 7 billion dollar qiymatidagi Boeingninki butun nemisini setib olish. Ana yana birisi endi hozir bizning vatanga munosabatli bir narsani yana deb qoldi deymizmi shu yerda to'xtab o'tgan narsa. Xitoyninki O'rta Osiyoda hozir kengaytayotgan, kontrol qilayotgan yana bir cho'ng narsa, birinchi cho'ng narsa temir yo'l liniyasi. Temir yo'l liniyasida, masalan, hozir yangi qurgan temir yo'l liniyasida 2023 yili boshlangan nemisda projektda 23-24 to'xtatgan qarab qaraydi. Bu nimada, masalan, bu nimada, masalan, Qozog'iston, Xitoy, O'zbekiston o'rtasida tutashtirgan bu narsa 2024 yil boshida. 12 ayning 27-si. Endi 6 yilda tugatamiz 2030 yilda deb bu plan tuzib deganligi hozirgi planda umumiy liniya buningda 532 kilometr, 32,5 kilometr. Buni 4 yilda tugata olamiz deb Xitoy ham dashni tashviqotni qilyotdi. Ashuningdimi? Masalan, u narsa Qashqardan boshlandi. Bizning vatan Qashqardan boshlanib To'rg'atga chiqdi, To'rg'atdan Qirg'izistonga kirdi. Qirg'izistondan anandaki Makmal, Jalolobod, Andijongacha bordi. O'zbekistonning Andijonjimi? Bu nimadan derak berdi desangiz, Xitoy temir yo'l liniyasi orqali shu hozirgi bu eng O'rta Osiyoninki nozik bir yeriga kirdi. Nozik yeri nima deganda, bu hozir biz bilayotgan Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarasi. Bu chegara azilmasaqdan nihoyat nozik. Mush o't nimadanki Farg'ona Valley. Farg'ona rayonidagi bu bizning vatanga buning burun keldigan yordami shu yerdan kirdi. Uyg'urlarning nufusi eng ko'p. Andan keyin yana birisi madaniyat jihatdan bizga eng yaqin. Nemisda
Aş Farg'ona Valley'ninki bu xuddi nimaninki O'rta Osiyodagi turkiy millatlarninki madaniyatining jug'lashgan bir qozonning dal o'tiri desak oshirib etmaymiz-chu. Ashaga kiryotidi. Endi mana yangi tuzilgan hozir Qozog'iston bilan Amerikaning tuzgan to'xtamida Amerikaninki butun mushu temir yo'l ishlatadigan uskunamini Qozog'iston setib olyotidi. O'zbekistonmi shunda. Nima shundaq bo'ldi deganda temir yo'lninki siz qurib qo'ymaysiz. Onun kelgan temir yo'lninki beshi bo'ladi. Temir yo'lning sistemini boshqaradigan sistem bo'ldi. Ashning hammasini qaysi sistemni ishlatasiz, qaysi sistem eng bexatar deydigan narsani aqli odam o'ylaydi. Uskuna kerak, boshqarish sistemasi, elektronlik. Ana uninki buningki sun'iy aql bilan ishlatadigan sistemasi borliq kelishi mumkin. U aniqlam. Mushning hamma narsani O'zbekistonmi shundaq, Qozog'istonmi shundaq, Amerikadan setib olish. Shunga mushu hozir Qozog'istonning bu qatim shuningga xarjlagan birinchi qadamda xarjlagan pul 4,2 billion pul. Bu degan nihoyat cho'ngchu. Shung buningdan keyin hamda biz hamda hozir Amerika nimadan Afg'onistondan chiqatdi, aqlay ko'klay ondaq bo'ldi deb nurg'un nimalar bor xalqarada. Tashviqot bizning aramizdan bor tashqar o'xshamagan tillarda bo'layotgan. Qozog'iston bilan Kabulda nima qilgan yan bir koridor shakllanib, ash koridorning butun liniya yoki bo'lmasa kontrolligini Amerika qo'lga olsa Qozog'iston bilan uni hayron qolmasligimiz kerak. Ashunaq bo'ladi-chu. Bu soda bu bir temir yo'l qurildi degan siz koridorni barpo qildingiz degan ma'no chiqadi. Bu bir narsa. Ana yana birisi nurg'un mineral konlar bor-chu. Konlarni qanday ichish. Ana uninki kediga uskuna, texnologiya, ananiki uni pishiqlab ishlab chiqarish. Mushu jihatdimi, mush qitim tuzgan mablag'da Qozog'istonning o'zi bilan masalan 1 billion to'xtamnoma. Andan keyin yana birisi mush AI bilan digitalning o'ziga ham, boya men deb ketgan uskun hamma narsa ishlatadigan, ashundan kelgan texnologiyaning o'ziga ham Amerikadan setib olaman degan narsa 3,7 billion. Demak, mush to'xtamlarning hammasidan foyda kimga keldi? Albatta Amerikaga keldi. Endi foydani yana kim oldi? O'rta Osiyoning davlatlari. Soda degan mana mushundaq har ikkili taraf men olaman degan narsani ola oladi. Shundami? Ana yana bir narsa. Mushu bu qitimqi mening diqqatimni qo'zg'agan bir narsa. Qozog'iston ma bu nima bor? Abraham Accord degan bir narsa bor. İbrahim kelishimnomasi deydigan bir narsa bor. Bu İbrahim kelishimnomasi degani mushu Amerika boshchilik qilib Isroiliya bilan O'rta Sharqdagi masalan Bahrayn bo'lsin, Sudan bo'lsin, ana bu arab xalqligi bo'lsin, ashlar bilan tuzib paydo qilgan bu İbrahim nimasichu to'xtamnomasi. Buningda Qozog'iston birinchi davlat ashaga kiralaganchu. A'zo bo'lib akiribdi. Buningki nima foydasi bor yoki nima uchun undaq bo'ldi desa, Abraham kelishimnomasida Abraham Accord inglizchada. Buningda iqtisodiy jihatdagi hamkorlashish intayin oldin qo'rinib turdi-chu. Andan keyin bir-birsiga iqtisodiy jihatdan yordam qilish yoki bo'lmasa qarzni bekor qilib o'tish. Vaqti kelib, bak muhim kelib qolsa. Andan keyin shu davlat bexatarligi jihatdan bir-birsini qanday qo'g'dash, hamkorlashish. Ashumi nihoyat oldin qo'rinib turdi. Ondan buning yana boshqa kelgan nurg'un nimalari bor. Lekin bu to'xtamay kengayib menayotgan ta'sir kuchini nima qilayotgan bir yangi bir mushu siyosiy sistemchu kelishimnoma. Endi Qozog'iston shuningki hozir birinchi davlat bo'ldi kirib tashlangan. Endi mayada yana bir men deb o'tadigan narsa O'zbekiston hozir o'zi paxt ishlab chiqardi. Biroq yanalam shu nimaninki Amerikaninki yiliga 100 ming tonna paxtani men olaman, sariq pul chiqqanini olaman deb shunimi to'xtamnoma tuzibdi. Ashuni o'zimi sen o'zing mushu dehqonchilik davlati turib, yana shuni Amerikaning dehqonchilik mahsulotini olasan deydigan mandaq bir narsani nima qildi. Ba'zi vaqtida bu sodadagi ashnaq bo'ladi-chu. U Amerikaninki ashnaq shu bu hozir mush sariq pul chiqqani masalasi kelganda Xitoy bilan
to'qinish intayin cho'ng. Xitoy eng oxiri masalani hal qildi, lekin taltugul hal qilib bo'lmadi. Ana u seriq po'choqni boshqa davlatlarga setish orqali Xitoylar mening seriq po'choqimni oladi deydigan aşı narsani ojizlashtirg'ili bo'ldi, yo'qotib etgili bo'ldi-chu. Ana bu bir nima. Ana yana birisi mushu O'rta Osiyodagi mushu nima bor? Bu mayli Afg'oniston orqali O'rta Osiyoda Yevropaga chiqadigan mushu zarlik chekimlik yo'llari borchu. Qana ashini qandoq to'sash? Aşı jihatdimi nima bek kuchli. Andin mush Qirg'iziston kelgandimi, Qirg'izistonningki burun yodinglarda bormiki, alaqa aeroportini mushu urush davrida mush Avstraliyaning aeroplanlari tushib chiqib, Amerikaning aeroplanlari tushib chiqib, mush o'zininki shu aeroportni bir mazgil mush g'arb ellarining ishlatishiga yo'l qo'ygandi. Lekin u to'xtamlarni uzoq qolmay bekor qilib etganchu. Endi uningda u bekor qilib etishdimi nurg'un sabablar bor. Xitoyninki nim ta'sirimi yuqori, uning nimsimi u yerlarim ko'p uning ichida. Lekin bu qitimqi nimada yangi kelishimnomada Qirg'iziston bilan bo'lganda Open Sky Air Transport deydigan bir to'xtamnoma borchu. Ashni mukammallashtiribdi. Bu degani nima degan gap deganda, bu mushu nimada aviatsiyada mushu yo'lovchilar mangdigan aeroplanning liniyasi boshqa bo'ldi, kargo bilan ig'ir tipdagi aeroplanning mangdigan liniyasi u boshqa bo'ldi-chu. Buningdan keyin Qirg'izistonningki aeroportlarninki nimasiga Amerikaning ig'ir tipdagi kargo aeroplanlari tushalaydi degan gap chiqadi-chu. Bu yerda havo yo'lini ichib etdi degan gap chiqadi. U kargo hamma narsa bo'lishi mumkin. O ig'ir tipdagi kargo ichildi degan gap bu Amerika buningdan keyin O'rta Osiyodagi o'zining yo'lini yana bir yangi yo'lni ochdi degan bilan barobar degan gap. Endi eng muhim masala Tojikiston hozirgacha eng muhim deb qaralmay, yoki sal qarilib kelayotgan davlat. Men bayon deb o'tgandek, buningdan keyingi O'rta Osiyodagi uchur hamma narsani saqlaydigan yoki uchur markazi bo'lishi kerak-chu. Mushu sun'iy aql uchurlar o sun'iy aqlga kirdiq degan gap, sun'iy aqlning uchurini saqlaydigan omba bo'lishi kerak. Shu omba hozir Tojikiston qurildi ekan. Tojikiston qurildi degan gap Tojikistonninki buningdan keyingi aslarga bo'lgan ehtiyoji, buningdan keyingi Amerika ham O'rta Osiyodagi hamma davlatlar bilan bo'lgan munosabatini texnik kuchlantirdi-chu. Shu Tojikiston bak muhim o'ringa chiqdi degan yana bir narsa chiqadi. Ana Tojikistonning o'zining afzalligimi u tog'liq davlat. Unda qilganda uningda suv yoqimsa suv bilan ishlab chiqargan nima tok azan chiqadi. Anda qilgan ekan hozir yangi ishlab bitgan 1 gigavat miqdori bor. Shu narsa maxsus shu nimaga mushu sun'iy aql bilan ishlab chiqaradigan sun'iy aqlninki shu datasini boshqaradigan yoki saqlaydigan ambaga shu uskunlarga ishlatildi ekan. Shumi hamda Tojikistonning o'rnini yana bir qatim muhim o'ringa chiqarib berdi. Buningda mushu jarayonda eng ziyonni eng ko'p nim qilgan yoki quruq qo'l qaytib kelgan davlat Turkmaniston. Turkmaniston bu Amerika o'rtasida 6-oydan tortib azarqaliq Turkmanistonning nimasini cheklash nimasi borchu. Uning kishilik huquq masalasi bor, u bu dedi. Turkmaniston o'ziga asqatadigan bir narsani ko'tarib qarasam bo'lmabdi. Lekin uninki bir degan narsa, shu cheklimini ilib etgan bo'lsanglar degan shu taklifni qo'yibdi. Lekin uninki cheklimning ilib-itilmaganligini hozirgacha qarsam social mediada uni aniq uchuri yo'q. Bu jihatda meningki to'xtalib o'tadigan nuqtalarim shu. Rahmat. Shunda bo'lgan bu qatimliqqa hamda C5+1 yig'inining natijasida O'rta Osiyo davlatlarining Xitoy bilan Rossiyaning ta'siridan qutulib Amerika yaqinlashishniki yangi bir sahifasini ochdi desak bo'ladimi? To'g'ri. Ashunga yo'l ichildi ham mandaqcha aytgan chog'da Xitoy bu bir bog'liq bir yo'l bilan bu o'ziga bir qimdoq bir xuddi to'r qurganchu, iqtisod to'ri. Shu to'rning har bir liniyani qishga kesib yana bir o'zi ayrim bir liniyani Amerika qurishga bir asos soldi-chu. Anda qolgan ekan O'rta Osiyodagi davlatlar
yoki bo'lmasa Kaspiyan dengizidagi davlatlar bo'lsin, Baltiq dengizi. Shu Xitoyga ig'ir tayanib qoladigan yoki bo'lmasa shu Xitoyning bir uskunlarga, aslarlarga ig'ir tayanib qoladigan mush narsaniki 100% oldin og'il bo'lib bundan keyin. Agar mush bo'yicha taraqqiy qilsa, andan keyin Xitoyninki iqtisodiy jihatdagi O'rta Osiyo qiladigan kengayimchiligininki sur'atini intayin aslatqili bo'ladi. Xo'sh, unda qolsa men bir video bor. Bu videoni Xitoycha video shu yerda taqalgan videomikin bu. Men buni inglizcha kirishtirib taqatdim. Bu videoni bir qisqa video, 10 sekundlik video bo'ladi. Mhm. Yana bir qo'yilay mana. 12 sekundlik video ekan ha. Mush yaqinning yaqin mushtaq videolar xila torlarda taqildi. Mush video hamda Zozong taqamdi bu narsa. İşte bir nima bor mush videodagi nimasida. Shu chor bizda Xitoy hukumatiniki nima qildi? Navbat shu chor bir Xitoylar Rossiya nima shartnomada nima bir bo'lib qolib qolsa bizniki hozir Oston nimamiz shu Qozog'istonning chegarasi bo'lgan bo'ladi, markazimiz degan bir nima ekanda, endi kelgusi yana shu boshqa davlatlarning o'zining nimasiga oldigan. Hatto nima taqildi torlarda. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'rta Osiyo davlatlari hammasini yutelib Xitoyniki bir zaminlar ekanligiga bog'lab nima qilgan narsalar ham chiqdi bir narsa. Ham bu munosabatdagi bir savol bu yerda. Uyg'urlar O'rta Osiyo davlatlari bilan tarix bog'lanishi bor bizlarda turk millatlar. Ya'ni turk millatlar hozir Xitoy hukumati Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik elib berayotganda O'rta Osiyo davlatlari o'z davlatining manfaati oldida o'z qaymidan bo'lgan Uyg'urlarga hech qanday bir hissashish qilmadi. Hozir Xitoy O'rta Osiyo davlatlarining o'zligini qiyilish xiyolidagi videolar, hatto xaritlar tarqalib O'rta Osiyo davlatlariga singib kirish niyati oshkor bo'lyotdi. Xitoyning O'rta Osiyoga kengayishi Uyg'ur qirg'inchiligi bilan bog'lanib tushunsak, O'rta Osiyo davlatlariga qanday tahdid paydo qilish mumkin? Amerika bu qatimliq yig'in orqali qanday bu tahdidlarni oldini olish uchun qanday bir qarshilik tadbirlarni o'tirib qo'ydimi? Bu vaqt ko'zishingizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz, bu savol tushunish bo'ldimi? Masalan, bu qatim 5 davlatningki prezidentlarining hammasi Donald Trump ajoyib maqtagandim hamda. Qaltis prezident esa siz deganniki iloh tushigan degandek shunday nimalarni dedi. Yani biz Türk milletlerinin hammasidan zodi bir qon qarindosh. Bu nima qo'lniki nimasi mushtarak bo'lgan Türk milletlarda da hamda bizdan 5 shu qadar ig'ir kunliklar o'rtasida sukut turgan Xitoyning bu niyatini O'rta Osiyoni besilish bunun oshkorlanganidan yog'i Amerikadan bu kurashgan jarayon Donald Trump kurashganda abida gaplarni qilishi ham o'zining kelgusi yana Uyg'ur qirg'inchiligining bugungi kelgusi o'zlik bo'lib qolishniki bir old berish uchun Amerikadan meta to'g'risida bir paranglashgan va yetmish to'g'risida bo'lgan ashuladigan bunda bir shartlik bir narsa bormi? Bu narsa yolg'iz hamda Bunda bir narsa borchu. Biz bir narsani davomli unutib qolamiz. Uyg'ur masalasi har qanday bir davlat og'zini echishdan burun yoki bo'lmasa bir nima deyishdan burun oldila o'zining manfaatini o'ylaydi-chu. Menga nechalik ziyon elib keldi, menga nechalik foyda keldi degan narsani o'ylaydi. Bu o'ylanish, bu xil xiyol Turkiy o'zimizning millati, o'zimizning qon qarindosh bo'lgan Turkiy millatida unchulayliq boshqacha emas. U aslida o'xshash. Lekin hozirgacha mush yaqinqi davrga qadar O'rta Osiyodagi bu 5 cho'ng Turkiy millatlarining davlat bu bizning qarindosh davlatlarningki Xitoyga bo'lgan beqinchilikning naqadar ig'irligini hammamiz tushunamiz. Shunga Qozog'istonda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin biz to'rlarda ko'ryapmiz, nima Qirg'iziston shundaqa. Qirg'izistonda men nima qilib qo'yim? Qirg'iziston eng ig'ir amaliyotda. Mushu Xitoyning singib kirib, shu birinchidan u hargiz o'zi shu yerdagi yashayotgan millatga u ko'ngil bo'lmaydi Xitoylar. Hargiz ularga bir foyda kelsam deydigan narsani o'ylamaydi. Qanday qilsam, meningki hamma nimasini
bir tal tükünü olsun julub, men özümning vataniga, özümning yeriga akatsan deydiganni o'ylaydi Xitoylar. Ham ularmı shu o'zininki shu O'zbekistonda qilayotgan ishlari yoki Qozog'istonda qilayotgan ishning naqadar shu yerlik xalqqa nisbatan shu mayli muhit sharoit bo'lsin, o'ziniki urf odat, o'zining nimasi hech qanday foyda emas. Faqat ziyon ilib kelayotganini xalqni tushunyapti-chu. Shunga Qozog'istonda ko'rdik-ku, nurg'un qozoqlar berib nimalarning Xitoylarning ichib olgan do'konlarni, konlarning uskunlarini chekib o'tadigan, andan keyin qarshi qo'zg'olon ko'tarib, bütün shu nimaninki konlarninki nimalarini buzib chiqib, Xitoylar ashada turish ehtimoli bo'lmay, oxiri Xitoyning o'zininki soqchilari kelib, ashuni qo'g'dab akitayotgan ashuna bir ahvollarni ko'rdik. Endi mush ahvollarninki olib biladi o'zining achchig'ini o'z ichiga yutibchu, lekin ular bizning masalamizni deb o'tirg'i chiqay desa, hukumatchu o'ziga keladigan ziyonning nechiragligini bildi. Uning bir qisqa bir misoli ya. Masalan, Qozog'istondagi telecommunication hamma narsaniki shu uskunlarni kim kontrol qildi? Signal tower, signal nimalarninki shu bütün munarlarning hammasini kim kontrol qildi? Xitoy kontrol qildi. Huawei qurpadi ashuni hamma narsani. Siz shu bu Uyg'urlar to'g'risida bir yil nima qilsa, ashuni bir narsani kesib etsa, bütün shu tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi bütün uzildi degan gap chiqadi-chu. Endi bu davlatning mudofaa, iqtisod, banka, asha hamma narsaga qanchalik cho'ng ta'siri bo'ldi. O'ylamamsiz? Bütün davlat bir hisob palachalar tushib qoldi bu uchur davrda. O'zbekistonmi shundaq, Qirg'iziston tegimi shundaq. Shu bu xil ahvol ostida ularga yana bir alternativ bir tanlash bo'lmagan ahvol ostida yugurib qopab, bizga bo'lgan hissdashlikni ichida bo'lsinmi, og'zi demaydi ular hargiz o'tirga tashlab. Lekin ularning ko'zi ko'rnakli bir narsa bor. Biz hozirdan tortib o'zimiz bir ish qilmasak, kelgusida bizning kunimizmi mana shu Uyg'urlardek kunga tushib qolib qolamiz deydigan ashlar biladi, millat bilmaydimiz. Shunga bu qitimqi shu nimada, shu 10-qatimlik ko'rishishda O'rta Osiyo bilan C5-1S yig'inida endi bu O'rta Osiyoninki masalan to'xtab turing, meniki batareya to'lab ketyapti. Mush O'rta Osiyoniki davlatlarninki Donald Trumpga nisbatan naqadar yuqori baho berib ketishining yana bir sababim shu. Mush savdo kelishimi orqali Donald Trump bularga bir tanlash berdi-chu. Sen mani qilsangmi bo'ladi, senga foydasi bor, menga foyda bor. Buningdan keyingi sening bexatarliging, buningdan keyingi sening gullanishing kapolatga ega deydigan andaq bir cho'ng signalni beryapti. Albatta u nima qildi? Buningdan keyin biz uchun gap qilamdi, yana qandaq mangdi ko'ramiz oldimizda. Shunga bak biz oldi bilan haqni o'ylashimiz kerak-ku. Nima uchun bu gap qilmaydigan, buning nima til qiyinchiligi bor, nima qiyinchiligi bor deydigan narsani biz o'ylashimiz kerak. U O'rta Osiyoning davlatining til qiyinchiligi cho'ng. Buni Xitoy qismoqqa ep turib hozirgacha o'ziga ishlatib kelayotgan bir ahvol bor. O'tganda Rossiya bilan Ukraina urushini ketgan vaqtlarda mesela O'rta Osiyo davlatlari Rossiya xili yordamni qildi. Mesela Qozog'iston bevosita rad qildi o'sha chaqda. To'xtab turing, men bu nimamninki, ekranninki tokni bir ichib bo'lmasa sal nima qilib ketadi, uzib ketadi ahvol chiqib qolmasin. Qarindoshlar savollar qolsa so'ranglar. Men o'zim tayyorlagan savollar asosiyatdan tugab qoldi. Programma tugash bosqichida endi bu Ukraina urushiga ketib qolgandan keyin Rossiya O'rta Osiyo davlati Xitoyniki ko'plab monopol qillig'i nima qilayotganda endi faqat Amerika bilan nima qilganning yog'i bir tampon yana siyosiy tamponlikdan birini qurib ol degan gapda endi buni. Hani shu endi analizlarni bu program uchun siz ko'proq ko'rgansiz. Analizlar G'arbning analizi bir xil deydi, buni Turkiya analizi bir nima deydi, O'rta Osiyoniki bir xil, Xitoyniki bir nima deydi. Mushlarning hammasini kesib turib bir yakun chiqargan vaqtida qanday yakun chiqarish?
u yakuniga nimaga qaratib chiqaramiz? Aşağıda bo'layotgan bo'lsa, O'rta Osiyoning nimasi. Ular zada shu bu qatimqi Donald Trampnikilar to'xtam tuzishgan nimalari, sizning elektr sohasida nimani qurib berdi dedingiz. Kanadalik communication shu aloqa nimalarini butunlay Xitoy biqinib qolgan narsani pakiz ozod qilyapti dedingiz. Undan boshqa nurg'unlagan kelishimlar, xitobnomalar tuzilib, xuddaligi O'rta Osiyo davlatlarining bu rahbarlarimi o'shalik Donald Trampga qachon bir rahmat aytish fursat kelib qolar degandek bir yerga yetib qolibdi ekanda hamda Donald Trump qanday rahmat aytish fursati kelib qolar emas. Buchu bu Donald Trump ashini shu fursatni paydo qildi-chu. Nayt tayyorlik bilan kirib, mana mushu to'xtamnoma, mushu men san qo'yadigan talabim bu. Sening mendan oladiganing bu deb hamma narsani o'tirib qo'yaylik. Bu savdo kelishimi bu. Anda bo'lgandan keyin bu savdo kelishim bilan buningdan burunqi Amerikaningki boshliqlarininki o'tirasek tutgan muomalasi bilan 100% o'xshamaydi. Burunqi tutgan muomalaning hammasiga qarasangiz USAIDning shiltigligicha ular. USAIDni oldiga ishtirib chiqarib qo'yib, birdamlik suv inshootininki yangilishiga, birsi nimaninki bir yerligi bir nimalarni bu muhitni asraydigan narsani qurib berish yoki bo'lmasa bir maktabninki nimalarni yangilab berish, qurib berish. Bu qalandagi pul bergandekmi ish. Bu o'tirasiya shunchalar boy, mablag'i bor, hamma narsa bor bir davlatni sen qalandani o'tirg'i tushirib, qo'lingda eshib qolgan narsani bergandekmi bir ish bu. O tanko'maglik, o'rnimi tanko'maglik, davlatnimi tanko'maglik. Lekin men Donald Trumpning tuzgan to'xtamida o davlatni sen davlatda ko'raylik bu. Sen menga beradigan manfaat bor, menmi senga bera oladigan manfaat bor deydigan. Bir-birisiga men do'stni menda tampon ko'rayotgan narsa borchu. Shunga bir davlatni shu o'ringa chiqib turib shu xil muomalani qilish degan bu cho'ng ish bu. Shun O'rta Osiyoning o davlatlar bikoga rahmat aytmaydi Donald Trumpga. Sababi bor uning orqasida. Buningdan keyingi iqtisod manfaat, buningdan keyingi mushu davlat mudofaa masalasiki, hamkorlik, anandan keyin savdo jihatdagi, bo'pmi mushu nimadagi mushu o'tir koridordinki, mushu yangi Xitoyning qurgan Yevro Osiyo jibak yo'li deb nima yangi Sichujulu deb qo'yib ismlarga mushu bir mablag' bir butun ashtaga hamma narsaniki yo'lnishni o'zgartirdi. Ashu bir mushu Zanzibarniki nimasilami ashu yo'lnishni biroqlam qisqartib ashu butun mushu O'rta Osiyodagi mushu Kaspiyan dengizidagi Baltiq dengizidagi davlatlar hammasi foyda qiladigan bir narsaga aylantirib deydi. Albatta shunga rahmat aytadi bular. Yani bu şu nisbeten mesela Rus matbuotlari yoki Xitoy matbuotlari bu vaqtda bir naqlanib degan mana g'arb analizlarining bir nimalari bormi? Albatta bo'ladi. Masalan, u Xitoyninki nimasi, u ayiblarlik uni. Sen degan Amerikaningki kengaymichiligi, sen xalqning territoriyasiga kirib, ana qilding, mana qilding deb nurg'un narsani dab deydi. Albatta Xitoy shundoq deydi. Lekin Amerikaning bu yerda davatgan narsa, men nima qilmadim, men shu yerdagi mushunchalik 43 kilometr nimaning liniyasininki boshqurilishini 99 yil menga nima va xuddi ijaraga va dedi. Ijaraga oldi. Ashumi iqtisodiy to'xtam. O'ylab baqsa. Shu bu iqtisodiy to'xtam bilan mangandiki iqtisodiy to'xtamni, masalan, kunlarning bir kuni kirib Amerika yoki bo'lmasa Armeniya bo'ldi, men to'xtamni biz bekor qo'yamiz, bekor qila oladi. Endi albatta uni bekor qilmaydiganini biz bilamiz. Shundaqdimi? Bu iqtisodiy to'xtam. Bu siyosiy to'xtam emas. Endi shunga u endi Rossiyaga kelsangizmi, Rossiya albatta g'ingshiydi-da uningga. Chunki o'ylab baqmamsiz, Rossiya qancha yil bo'ldi shu nimaga, mush Baltiq dengiziga yoki Kaspiyan dengiziga, mush O'rta Osiyoga o'zining ta'sir kuchini amal va butun tiqib turib, o'zining ta'sir kuchini nima qilmoqda. Ular qanchaki vayjan deb u Rossiyaga yaqinlashsa, u Rossiya xush bo'ladi. O'zining ta'sir kuchininki taqim borlig'ini, o'zining yanlam aksini o'rnish ekanligini bildirib ma'lumdi. Shunga Rossiya uchun xushallik bo'ldigan ish burun.
Ayada tokunuş olsa Rusya hoş olurdu. Çünkü herkes yalvarıp Rusya'nın aldı vardı. Hazır onda iş yok. Rusya'nı küte kaskının deb ular iştirip ötələydi hazır. Şuna bir hesapta Ukrayna uruş meselesi kelgen çağdımı Rusya'nı Xitayni mında qırqıgandek Rusya'nın təsir gücünü qırqap Rusya'nın təsir gücünü kichigitib qo'yayotgan bir ahvol bor edi. Anda ki Rusya'nın gücünü qancha kichiglatganki Rusya o'zimada nima qilib kerilib mangmaydi bundan keyin xalqaro sahnada. Çünkü onun uçluğa ihtiyaç yok. Andan keyin hozirgi yangi nimadimi? Mana shu yangi ichilgan temir yo'l liniyasimi Rossiyadan bu Eronga borgan birinchi qatimliq temir yo'lniki kargo yetib keldi. Mush oldin qapti 2-3 kundan oldin. Nima uchun? Hamma narsani bu Amerika atrofga o'rlashtirayotgandan keyin faqat hamkorlasha oladigan ikki davlat qoldi hozir u yerda. Rossiya bilan Eron. Shu Rossiya Eron orqali o'zining Persian nimasi Gulf bilan, qo'ltig'i bilan, Paris qo'ltig'i bilan andan keyin Hindiya okeaniga chiqa oladi-chu. Shunga shu liniyaniki hozir u tiziltib suratini, shu liniyani oldin qapda ochdi. Nima uchun? Koridor, iqtisodiy koridor. Shunga u bir narsa, bir davlat bir ishni qilgan vaqtida boshqa davlatning g'ing'ishi, u nimasi u aniq. Bu yerda kuch tamponligini saqlayotgan, kuchni o'ynayotgan 3 davlat bor. Rossiya, Amerika, andan keyin Xitoy. Ziyanni kim tortdi? Rossiya tortdi. Ziyanni kim tortiydi? Xitoy tortiydi bundan keyin. Andan keyin u Xitoy ham yaq deyemaydi-chu. O'ylab baksanız agar yaxli deb qarsa, butun Leningranddan, butun o'tir kadrlar Yevropaga borgan hamma narsani Amerika qisman nisqisi o'tolmaydi. Qozog'iston qisman nisqisi o'tolmaydi. U ehtimolligim bor. Shu mayada bir odam yo'g'on gap qilishdan burun agar mani tashlab etsam, mening yana bir alternativ qulonga oladigan narsam bormi yo'q deydigan narsani o'ylashib turib yo'g'on gap qildi. Hozir bir hisobda Qozog'istonni Amerika xil yo'g'on gap qila oladigan o'ringa chiqarib qo'ydi. Ozarbayjon shundoq. Endi Armeniya bundan keyin tegmi yo'g'on gap qiladi. Endi shunga bu yerga kuch tamponliq ashtaq qildi shu. Rahmat. Söhbətlər tushunish oldu. Suallarımı tügüdü. Vaqt münasibətilə bir şey axırlaşdırıldı. Şuna qaraganda hozir Xitoy bilan bu Amerika o'rtasidagi nimalar keskinlashishni aytdi. Hozir Xitoyning qilib qilish nimasi tugallagandan keyin texnik yo'g'on gap qiladigan gapda keyingi ya'ni yangi temalar qaytib qolsa davomli suhbat qilamiz. Bu deb bugungi suhbatimiz bir şey bo'lsin. Dilerki sandık kurşeyle takip koyanlar, nimimizge a'zo bo'langlar, YouTube kanallarimizga yangi temalar, tavsiyalar temalar bo'lsa danglar. Davomli suhbatlar üzülüp qolmasa yangi suhbatlarni olib boramiz. Hamsikilar qilgan suhbat ko'rishing Allohga emanet. Xo'sh, Allohga emanet.